Inson hayotda qachon rohat topadi? Tinchlik bo'lsa. Qachon dunyoda orzu havaslari uchun intilib yashaydi? Tinchlik bo'lsa. Qachon ilm, ma'rifat hosil qiladi? Tinchlik bo'lsa. Qachon ma'naviy kamolot hosil qilish yo'lida harakat qiladi? Tinchlik bo'lsa. Qachon oila quradi? Qachon farzand topadi? Qachon ularning baxti iqboli uchun yelib yuguradi? Qachon o'zidan yaxshi zurriyotlarni xalqqa, jamiyatga qoldiradi? Qachoniki tinchlik bo'lsa-da. Tinchlik bo'lmagan joyda oila qurish ko'ngilga sig'adimi? Tinchlik bo'lmagan joyda, notinchlik bo'lgan joyda ro'zg'or qilish ko'ngilga sig'adimi? Bolasini g'ami u yoqda tursin, ayolining tashvishi u yoqda tursin, o'zini joni halakda bo'ladi-yu. O'zini g'ami tashvishi uni mashg'ul qiladi-yu. Bola chaqasiga non topish u yoqda tursin, o'zini qornini to'yg'azish ham yuragiga sig'maydigan bir muhitda, bir vaziyatda, ya'ni notinchlikda hayotning lazzati, hayotning rohati, jamiyatning bir istiqboli, dunyoga keltirilishdan ko'zlangan oliy maqsad insonni o'zidan bir yaxshi nom qoldirish kabi oliyjanob maqsadlar qachon hosil bo'ladi? Qachon sig'adi? Mutlaqo muhtaram azizlar, demoqchi bo'lganimiz qaysi yurtda obodlik bor, demak tinchlik bor. Qaysi yurtning avlodlari solih, demak ularda tinchlik bor. Qaysi yurtning avlodlari ilm, ma'rifat egallab buyuklarga, ulug' allomalarga munosib voris bo'lyapti, demak aniqki o'sha yurtlarda tinchlik bor, xotirjamlik bor.